Qalb ziynati. Ibn Ataulloh Sakandariy. Muallif haqida. Imom Ahmad ibn Muhammad ibn Abdulkarim al-Jazari as-Sakandariy rahimahulloh Misrda faoliyat ko'rsatgan. Uning ilmiy darajasi juda yuqori, o'z davrida mashhur bo'lgan va xalq tomonidan o'ta hurmat qilingan shaxsdir. U o'zining yangiliklari bilan keng jamoatni o'ziga jalb etgan, shuningdek, u yangi kunlar haqida gapirganda uyqu va o'limning cheklanganligini ta'kidlagan. Uning tasavvuf bo'yicha yozgan kitoblari fikrlarining mohiyati qalbni o'zgartirish va nafsni tozalashga qaratilgan. Falsafiy yondashuvi. As-Sakandariy falsafiy qarashlarida ilmiy nuqtai nazardan chuqur fikrlarni qamrab olgan. Uning metodikasi aniq, ilm, fan va fiqhni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. U qalbning ifloslanishi va ruhiy kasalliklardan tozalanishni o'z ilmiy yo'nalishi sifatida belgilagan. U shuningdek, axloqiy va ruhiy masaladagi qarashlarni ham metodologiyasiga qo'shgan. Shunday qilib, u qalbning poklanishi, nafsning tozalanishi va ilmga bo'lgan ehtirosni kuchaytirishga qaratilgan amaliy maslahatlarni keltirgan. Allomaning ustozlari. Ul zotning ustozlari orasida Shayx Yoqut rahimahulloh bor edi. Undan avval esa Shayx Abul Abbos Mursiy bo'lgan. Allomaning yetuk shogirdlari. U kishiga ko'plab taniqli shaxslar ergashgan va ulamodan ko'plab odamlar foydalangan. U zotga ergashganlar orasida Shofiy mazhabidagi Subki rahimahulloh ham bor edi. Karomatlaridan iqtiboslar. Ibn Kamol nomli shaxs uning qabrini ziyorat qilib, Qur'oni Karimning Hud surasini tilovat qilib, bas ularning ba'zilari baxtsiz, ba'zilari esa baxtlidir oyatiga yetganda, qabr ichidan quyidagi ovoz baland holda eshitildi: to'liq mukammallikdan bizda baxtsiz hech kim yo'q. Bu hodisa uning ulug' shaxs ekanini isbotlaydi. Shuningdek, uning karomatlaridan yana biri quyidagidir. Bir kishi hajga ketayotgan shogirdlaridan birini yo'lda ko'rgan. Uni turli joylarda, masalan, Maqomi Ibrohim va Arofatda ham uchratgan. Haj safaridan qaytib kelgach, u kishi shayxdan so'ragan: "Bu odam hajga chiqqanmi?" Atrofdagilar: "Yo'q, u shahardan tashqariga ham chiqqani yo'q", deb javob berishdi. Shayx: "Agar katta tosh Madyan qabriga tashlansa ham, u joyidan jilmaydi", deb javob berdi. Allomaning vafoti. U zotning vafoti hijriy 709-yilda sodir bo'ldi. U Bani Vafa qabristoniga dafn etildi. Ey mo'minlar, Allohga hammangiz tavba qilinglar, shoyatki najot topsangizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shayx, imom, shariat va haqiqat ilmini jamlagan, din tojining ziynati bo'lgan buyuk zot Abul Abbos Ahmad ibn Ataulloh Sakandariy rahmatulloh alayhi aytadilar: Alloh taologa tavba qiling, ey mo'min birodarlar. Har bir fursatda Alloh taologa tavba qilishga shoshiling, zero Alloh taolo sizni chaqirmoqda. Alloh taolo shunday marhamat qilgan: ey mo'minlar, Allohga hammangiz tavba qilinglar, shoyatki najot topsangizlar. Nur surasi 31-oyat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham shunday dedilar: ey insonlar, Allohga tavba qilinglar, chunki men kuniga 70 marta istig'for aytaman. Agar sen tavbani iroda qilsang, umr bo'yi qilgan amallaringni mulohaza etishni kanda qilma. Kunning davomida nima qilding? Agar Allohning itoatida bo'lsang, Robbingga shukr ayla. Agar gunohga botgan bo'lsang, o'z nafsingni aybla. Allohdan mag'firat so'ra va tavba qil. Alloh taolo senga shunday majlis nasib aylasinki, u yerda tavba qilsang, o'zingcha mamnun bo'lma va nafs hiylalariga ishonma. Tavba paytida kulib xursand bo'lma, balki mag'zun qalb bilan tavbaga yuzlan. Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xutbalaridan birida shunday deganlar: hisob qilinishdan oldin o'zlaringizni hisob-kitob qilinglar. O'z amallaringizni o'lchanglar va qiyomatda hisob-kitobingiz yengil bo'lsin. Ular o'zlarini hisob-kitob qilarkan shunday der edilar: ey inson, ey Ibn Xattob, sen kim bo'lding? Qaysi yo'ldasan? Tavbaga yuzlan.
siniq holda bo'lgin. Agar shunday qilsang, Alloh g'amingni quvonchga, xorligingni izzatga, zulmatingni ziyoga va pardangni kashfga aylantiradi. Abdol tasavvufdagi maxsus maqom egalaridan biri bo'lib, ular dunyoning ruhoniy qo'riqchilari sanaladi. Shayx Makinuddin Asmar rahmatullohi alayh 7 abdoldan biri bo'lgan zot shunday deydi: hayotimning dastlabki yillarida tikuvchilik bilan shug'ullanar edim va o'zimni shu kasb bilan ta'minlardim. Kun davomida necha bor so'zlaganimni hisoblab borar edim. Kechqurun bo'lsa, o'zimni hisobga tutib, nechta so'z aytganimni sanab chiqardim. Qarangki, juda oz so'z aytganimni bilib olardim. Agar aytganlarim orasida yaxshilik bo'lsa, Allohga hamd aytar va shukr qilardim. Agar yomonlikka duch kelsam, Allohga tavba qilib istig'for aytar edim. Nihoyat shu amal orqali abdol maqomiga yetishdim. Bilgilki, senga vakil tayin qilingan bo'lib, u o'zini hisobga tortadi, sen uni emas. Ammo vakil o'zini hisobga tortmaydigan bo'lsa, sen uni sinchiklab tekshirishing, hisobga tortishing va qattiq nazorat qilishing lozim. Xuddi shu kabi, sening barcha amallaring Alloh taolo uchun bo'lmog'i darkor. O'zingni biror bir ishni qilib, undan hisobga tortilmasligingni o'ylab qolishdan ehtiyot qilgin. Banda biror gunoh qilsa, uning ortidan zulmat keladi. Gunohning misoli olov kabidir, zulmat esa uning tutuniga o'xshaydi. Xuddi shunday. Kimdir 70 yil davomida bir uyda olov yoqsa, uying qorayib ketmaydimi? Bandam nafl ibodatlar bilan menga yaqinlasha boradi, toki uni sevib qolaman. Uni sevganimdan so'ng uning eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li va yura oladigan oyog'i bo'lib qolaman. Agar u mendan narsa so'rasa, albatta unga beraman. Agar mendan panoh istasa, albatta uni panohimga olaman, deyilgan hadisi shariflardan birida. Shu o'rinda ulug' abdol haqida qisqacha: Makinuddin Asmar to'liq ismi Abu Abdulloh ibn Mansur al-Iskandariy ash-Shazoli bo'lib, Iskandariyada tug'ilgan. Qur'onni yod olgan va uning ilmlarida yetuk bo'lgan. Unga Qur'on qiroatlari bo'yicha rahbarlik vazifasi yuklatilgan edi. Ko'pgina ulug' kishilar undan ta'lim olishgan. U tasavvufda mashaqqat va riyozat yo'liga kirgan bo'lib, ajib hollar va g'ayri tabiiy kashflarga ega bo'lgan. Hijriy 692-yilda Iskandariyada vafot etgan va Sidi Abu al-Abbos al-Mursi rahmatullohi alayh qabrining yoniga dafn etilgan. Fasod ila qalb qorayishi. Qalb gunoh bilan qorayadi va u faqat Alloh taologa tavba qilish orqaligina poklanadi. Shunday qilib, gunoh zulmat va hijob bo'lib, itoatsizlik bilan birga keladi. Agar sen gunohlardan Alloh taologa tavba qilsang, u seni afv qiladi va tavbaning ta'siri sendagi gunoh izlarini yo'q qiladi. Sen bu yo'lda dangasalik qilma, faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'rig'iga ergashgan holda harakat qil.